Assalomu alaykum aziz do'stlar, Modern Games kanaliga xush kelibsiz do'stlar. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan birgalikda Granny Legacy o'yinini ikkinchi qismini birgalikda o'ynaymiz. Aniqrog'i Granny Legacy o'sha o'yin, lekin ikkinchi qism qilib o'ynayapmiz. Xo'sh, demak, akalar o'tgan safargi videoroligimizda qocha olmagan edik. Nasib qilsa bugungi videoroligimizda qochishga harakat qilamiz. Xo'sh, do'stlar, demak, hozir mana uyda bir qator tekshirib olyapmiz, yana har doimgidek. O, mana weapon key bor ekan, yaxshi oldikmi? Mana bu yerni ochib qo'ysak ziyon qilmaydi. Endi atrofga qaraymiz. Yo'q, voy, ana qoch. Ya, o'la. Holat tutib oldi boshlanishiga. Birinchi kundanoq 1 daqiqa bo'lmasdan ushaldik. Lekin akalar ziyoni yo'q, o'zingizlar bilasizlar. Meni professionalligim doim bir 2-3 kundan keyin seziladi. Nasib qilsa, bugun ana o'sha robot bor. Bu Granny Legacy'da o'sha robotdan qochishga harakat qilamiz. Hop, yana shu yoqqa keldik mana. Weapon keyni ol. Arbalet olsam bo'ladi, holiga vashi maymun emas. Uy, xola, voy. Kasa holiga nima yig'lasa demoqchi edim, ulgurmadim akalar. Mana 3-kunga ham yetib keldik. Lekin hali ham musobat jicha qattiqroq o'ynayapti boshlanishiga. Hop. Uni bunaqa ketmaydi-da endi akalar, men ham sal endi holat bunday bir moment yaratib bersangiz yaxshi bo'lardi, bunday bir teleshoularda ham bir patiskaska qilishadi bunday. Siz ham jicha patiskaska qilib olsangiz yaxshi bo'lardi. Boshlanishiga tegmay tursangiz. Yo'qmi o'zi? Hop, arbaletni olamiz. Mayli, cho patiskaska kerak hozir. Bo'yingizni ko'rsatamiz har doimgidek. Mana bu yerda ochilmadi akalar. Nimaga ochilmadi bu yer? Ochishib ham bo'lmaydi bu yoqqa. Mana shunaqa kerak emas korobkalarni qo'yib qo'yishganda, shu yoqqa tushaman desam, xola kelib paqqalatib uradi, to'g'rimi? Ha, bu ochildi. Yaxshi, hozir bitta zo'r plan qilamiz. Mana shu yerda Teddy bo'lsa agar, yo'q ekan, Teddy hech qanaqa Teddy yo'q ekan. Maylicho. Yo'q, xola, ana o'zi kelyapti. Keling, xolajonim, oling mana bu o'qdan bitta. Yaxshi, hozir tog'a ham keladi. Tog'ada shotgun bor har doimgidek. Pastdamikin tog'a? Yo'q, tepadan tushadimi? Tog'ani qulog'i karligini inobatga olsak, doim mana shu atroflarda yuradi-yu, ammo lekin ana bir narsa deyapman. Mana master key bor ekan, master key hozircha bizga kerak emas. Bu yerda benzin bor ekan, benzin ham kerak emas. Bizga nima kerak desanglar, akalar, bizga o'yin mobaynida sekin o'ynab tushib olamiz. Hozircha mana shu eshikni ochib tura qolaylik. Qani. Hozir ichga to'g'rilab oldi. Shpoq i. Voy, ana endi tushmadi-yu, mayli. Ichkisi akalar. Hech narsa bo'lmaydi. Do'st, yana tepaga borib o'qtab chiqish kerak. Yana bitta o'qta olib chiqish kerak. Xola yo'q ekan. Xola yo'qmi? Ha, yo'q. Xolani uxlatib qo'yganman-u, lekin tog'a ham chiqib qolishi mumkin-da. Yo'limizdan paqqillab chiqib qoladi. Shotgunni bor yetmaganiga. Shotgunni ham qo'shib qo'yibman. Mana bu yerda ham ochish kerak ekan, ha. Kabinet key. Yaxshi. Mana shuni tushiraylik-da. Xola uyg'ongandir, xola ham. Uxlatganimga ancha bo'lib ketdi. Xola jon, xola jonginam sizni kutmoqdaman. Ana keldi. Uy, bo'ldi. Ichcha pastroqqa tegib qoldi, mayli. Oyoqqa tegdi. Boldirga akalar, boldirga deydi. Tizzani jicha tepasi yonbosh, shunaqa. Mayda tog'a ham bor ekan. Qoch! Shotgun bor tog'ada. Qoch! Otadi bu, otyapti ham. Qani, tog'a. Ataka. Yaxshi. Shotgunni olib qo'ysak bo'ladi. Qani, ol shotgunni. Bering shotgunni tog'a. Nima qilasiz? Otib qo'ysangiz o'lib qolaman-da men.
Qisqasi akalar hozir mana bu yerdan mana bu yerga qaraymiz yo'q ekan. Hech narsa, shotgani ham yaxshi. Buni mana shu yerga tashlab qo'ysak bo'ldi akalar. Endi tegisha olmaydi shotganga. Agar men o'lib qolmasam, tog'a shotganda kela olmaydi. Kitobni olib endi Spider Key'ni olamiz. Endi nimaga Firdavsaga desanglar akalar, endi Angelina Spider oldiga tushib, qarab, vaziyatni tekshirib ko'rib chiqamiz bir chekkadan. Nima qilsak bo'ladi, nima qila olamiz, nima qila olmaymiz. Qayerdan qocha olamiz, shuni biz xola yana. Xola. Testirilibdi cho'ta bu safar. Bo'ldimi? Cho'ta xola ham charchadi. Bo'ldi, ketyapti. Hop. Kalitga olsin. Hozir kalitni beradi. Endi bu sizlar olib kelayotgan kim desanglar akalar, Greniyni büyüsü bo'lsa kerak akalar, yana bilmadim. Yoki büyüsü. Qariyu ko'rinishi. Stol ham nima bo'lib ketdi? Stol tashqasidan ham kirib ketdi, mayli. Bu o'yinda har doimgidek bagi. Endi hozir kirib ketadi mayli. Shpoqqilatib qopqonlarni qo'yib, injiq hol ham injiq akalar. Menimcha Masha Angelina Spiderga aylangan bo'lsa kerak do'stlar. Shunga o'xshayapti sho'ta. Oho, bu büyüsünü üstünden bosib o'tib ketdi. Xola ham, insofi ham borda xolan. Kallani ishlatib ish qilsak, mana shu yerdan eson-omon chiqib keta olamiz akalar. Kallani ishlatmasangiz Firdavsaga desanglar, endi kallani ishlatmasak bilmadim endi. Hatto xola birinchi qayerdaligini ko'raylik. Voy, ana tepaga chiqyapti. Tepaga mana. Sekin qochib olsak bo'ladi. Mayli, orqa bilan yuramiz. Jat chiqsa tog'a chiqadi, boshqa hech kim chiqmaydi. Tog'a ham shu o'zimizni tog'amizdek bo'lib qoldi. Faqat shu otyapti xolos. Miltig'ida. Miltig'i ham yo'q hozir tog'ani. Sababi uni bekitib qo'yganman pastga. Yana tog'a ham yuribdi ekan. Uyg'on bo'pti akalar. Ko'ryapsizlarmi? Tog'a ham tez. Tez boshlab mayli, u ham shart emas. Tez o'lib tez tirilar degan ma'noda aytyapman-da do'stlar. Shunaqa. Hop. O ana kirishyapti, qochamiz. Va yaxshi, shotgun olamiz. Ayo, shotgunni ol, yaxshi. Yaxshi. Hadi, shpoq dedi. Hop, endi bolg'ani olsak bo'ladi. Bolg'ami, Krombermi, Spark Plugmi? Nima chiqadi mashina ichidan? Nasib qilsa shu roboti bor. Titan Tyumenga o'xshagan. Ana shu robotida qochib olsak bo'ldi. Ana o'shanga harakat qilyapman o'zi. Ochig'ini aytib qo'ya qolay. Hech tog'ani ham otib olmasak bo'lmaydi akalar. Bu safar orqadan otamiz tog'ani. Mana batareyasi o'chdi akalar. To'xtab qo'yamiz. Yana bitta o'q bor shu yerda. Endi akalar shotgunni yana qo'yib mol tagiga bolg'ani olib sekin nimani ochib olamiz. Biz bo'ladi. Ochadigan joylarimiz bor. Qisqasi ashlarni ochib olamiz. Bulardan u qulayotgandan foydalanib. Mana shu tepadan boshlaylik. Onasini ham san akalar, tepadan. Tepa qavatdan boshlab tepadan narsani olib, keyin pastga o'tamiz. Xo'sh, mana pastga tushib nimani oldik? Kalitni oldik-ku, lekin akalar tepada o'pana pastda holat ta'qib qilyapti. Tepada ham holat ta'qib qiluvda, shuning uchun tepadan narsani olishga ulgurmadim. Xo'p, hozir endi tepaga chiqib Hola kelyaptimi? Hola keladi. Hozir borsam taslatib soladi, tamom. Onmonisiga tashlaydi keladi hola.
Shotgunni uxlatamiz, umrini yeymiz xolani hozir. Taka nechta kelyapti mana, ana kelyapti o'zim va hali jiyanim kelyapti mana. Hozir somsaxonaga sovus qilamiz xolani. Bu yoqqa keling xola. Hozircha papa bo'ldi mana. Yana tizzaga tegdi bu safarga, tizzaga otdi mana. Tog'a ham keladi hozir. Tog'a ham, ana aytdim, u tog'a ham shu yoqqa atrofda edi. Tog'ani ham otamiz bo'ldi. Kalitini uchirib oldi akalar. Draboviy kuchli ekan. Yaxshi, shotgunimiz kuchli ekan. Buni yana pastga tashlaymiz. Tasha pastga. Yaxshi, ana endi yo'q. To'xtanglar akalar. Tepada ona narsamiz bor edi, atvitkani tushirib olaylik, keyin tushiramiz. Yaxshi. Ana endi buni mana uni tagiga tashlasak, buni tagida ham olmaydi tog'a. Olmaydi degan umiddaman aniqroq. Buni tepaga o'rnatamiz hozir. Eshikni ochib olaylik. Mana buni o'rnatdik mana. Pastda hozir sizlarga ko'rsataman mana akalar, robot bor. Mana shu robotdan qochishga, robotni ishga tushirib qochishga harakat qilamiz bugun. Men hali qochishga tayyor emasman deyapti. Mana bu yerga narsalar bor qo'yiladigan. O'shalarni qo'yib olsak, keyin yana nimadir ham qo'yish kerak ekan. Tushunmadim nima qo'yish kerak bu yoqqa. Qanaqa og'ilot xizmat kelib qo'yish kerakmi? Hop. Pastga tushamiz ana endi. Qaytadigan vaqtimiz keldi. Endi Firdavs aka reja qanaqa desanglar akalar, reja holi kelyapti. Rejamizda holi kelmaslik kerak edi hozir, lekin kelib qoldi. Tagiga bekin. Demak, tog'a ham uyg'ongan. Ha, o'ting xola, ketdik. Ketdik. Agon. Olishadigan-da, yaxshi. Bitta o'qimiz bor edi. Ziyoni yo'q, bitta o'q ham yetadi, xolaga yetadi bu bitta o'q. Yaxshi. Uxlatdik. Endi bu shotgunni qaqqada tashlab olamizda akalar. O'q qolmagan deyishlar mumkin, lekin tog'ada doim o'q topiladi. Mana o'zimiz ham topdik mana o'q. Uxlab olamiz. Uxlab olib endi qayerga tashlab qo'ysak bo'ladi buni endi. Yo'q, tog'a ham uyg'on bo'pti. Yaxshi. 1,5 daqiqa minus. Kelasa ham. Mana bu tagiga tashlab qo'ya qolaylik do'stlar. Shunda tagi xavfsizroq. Qo'ydik mana, yetadi. Ana endi nima qilasiz Firdavs aka desanglar, ana endi atvitkani olib ketamiz pastga. Bu Angelina Spider yonida kerak bo'ladi. Hop, yaxshi. Undan keyin nima ham kerak bo'ladi hozir? Tepada olishga ulgurmadim, mana shu narsani ham olaman. Hozir bunga nima? Qisqich kesish pinsesi ma deydi mana. Mana shuni kesib olaylik, bo'ldi. Eshik kamerani ustida turdim shekilli, ulgurmadimmi kamerani ustida? Xo'sh, mana do'stlar, Angelina Spider oldiga tushib oldim-u, lekin bir marta kaltaga ishga ulgurdim. Yaxshi, hozir shunday o'tib olsak, Angelina tez o'tib ketadi. Bilasizlar, bu yerda yo'q, yaxshi, tezroq harakatlanamiz. Teddy ham shu yerda ekan, akalar. Teddyni olsam hozir Angelina yugurib keladi. Yaxshi, mana ichida nima bor? Playhouse key kerak bo'lib qolishi mumkin. Hozir yuribdi akalar mana shu atrofda. Atitgan tezroq olishga harakat qilmasak bo'lmaydi. Yo'q. Birinchi mana bu yerga borib olaylik. Pastga o'tir. Yaxshi. Atvitkani keyin olamiz, qisqasi. Hech narsa yo'q ekan, yana yon tomonga yuramiz endi. Mana bizga yana bitta kerakli narsa akalar. Bu ancha kerak bo'ladi bizga. Sababi bu bilan biz ana robotni nimasigadir kerak bo'ladi bu. Qani endi Angelina. Tiqilab yuruvdi akalar. Qayerda yuribsan Angelina? Qayerlardasan? Kelyapti ana.
orqamizda ekan. Anaqa oldimizda ro'paramizda ekan. Deyarli. Kelyapti, mana yugurib kelyapti. Mashinani motori bor ekan, motor kerak emas. O'qi ham kerak emas. Sekin pastga qochamiz mana. Yaxshi. Yaxshi, tepaga chiqib ketamiz birodarlar. Xo'p. Mana ke Anjelina. Qo'lingdan kelsa ke. Ochamiz. Xo'p, qaysi birida do'stlar? Bir ocha qolamiz, yaxshi. Yaxshi. Hozir so'rashinglar mumkin, Firdavs aka, ikkinchisida nima bor desanglar, ikkinchisini ochib bersam desanglar akalar, ikkinchisida bomba bor akalar. Granata bog'langan. Bu bizni bir kun yo'qotishimizga sabab bo'lishi mumkin. Sababi hozir biz 4-kunda o'ynayapmiz. Agar 4-kunni yo'qotadigan bo'lsak, ZLSDga yetib keladi va oxir oqibat biz o'limimiz bilan tugashi mumkin bu o'yin. Qani endi Anjelina? Yo'qmi? Atrofga yaxshilab vazn solib qarayapman, sababi Anjelina bilasizlar, bu tezligi qolgan turibdi, yaxshi uzadi ekan. Nimani olishga ulguraman? Atvitkani yaxshi ol. Olaman, endi qochamiz. Hop, mana kelyapti. Mana kelyapti. Mana ket. Yaxshi. Kirib oldik. Anjelina Spartada oldik mana. Anjelina Spartadan qochib ketib oldik deganim. Hop akalar. Siz chiqib olmaysizlar mana shu yerda. Ko'ryapsizlarmi? Qarab turibdi. O'z orqasiga ham bir qator qaraydi-da bu. Ko'ryapsizlarmi mana? Mana shu vaziyatda ehtiyot bo'lish kerak. Chiqib olsanglar, shap ushaydi kelib. Tamom. Granny bilan Grant ushagandan ko'ra bu sal ushagani qo'rqinchliroq. Birinchi marta qo'lga tushgan vaqtim qo'rqib ketganman, to'g'risi. Biroz qo'rqinchliroq. Yarim kechasi o'ynab tursanglar akalar. O'ta chataq bo'ladi. Hop, save kaliti yaxshi. Save kaliti ham kerak bo'ladi. Ana atvitka ham kerak. Ochilmagan yana bitta joyimiz bor. Shu yerda ochamiz. Uni yordamida. Yo'q ekan. Bu tarafda yo'q. Hozir tushib keladi. Past tepa deydi u. Tasha buni. Qochamiz. Chunki orqamizda turgan bo'ladi endi. Yaxshi, atvitka. Mana shu atvitka qoldi bitta. Shu atvitkani qo'yib qo'ysak, olsak tamom bo'ldi. Olib chiqib keta olsak tamom. Hamma narsa deyarli qo'limizda. Qatdan kelasan endi? Qadam tovushlari eshitilyapti. Meni qulog'im yo'nab qoldimi? Menimcha eshitilyapti qadam tovushlari. Hop. Uzoq vaqt yo'qib qoldi cho'ta. Bitta joyda bu uzoq turadigan holati yo'qda buni. Mayli, biz qochdik muhimi. Biz qochdik. Hop, tashla buni. Endi hamma narsani olsak bo'ladi. Mana watermelon ham bor, tarvuz anarog'i. Inglizlar buni watermelon der ekan. Hop, save kaliti. Hamma narsani sekin olamiz. Hamma narsani olib keldik. Eng muhimi. Save kaliti ol buni ham. Tasha pastga. Hop, yaxshi. Playhouse key, yaxshi. O'yinchoq uy kaliti. Bu ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Endi o'yinchoq uy sizlarni o'ynaganmi, kimga bilmayman, lekin buni ham tashab qo'yishibdi. Mayli. Birinchi o'rinda Playhouse dan boshlaymiz. O'yinchoq uydan. Bu juda ajoyib tarix do'stlar. Granny xola keladi mahali. Mana shu uyga bekinganlarim yodimga tushishda davom etadi, deymi? O'xshatolmadim uncha gapirishdi. Mayli, bu gapirishim muhim emas hozir. Hop, qol tiqillatib kelishadi hozir xola ham. Mana aytdim-ku, kelishadi deb. Endi akalar tarvuzni olamiz. Tarvuzning ichida nima bor? Ashuni bilamiz hozir. Tushib olaylik. Tarvuzning ichida nima yashiringanini hozir bilib olamiz akalar. Akalar, diqqat bilan qarab turinglar. Bo'ldi.
Hop, mashina uzib. Yaxshi. O, blue key. Ko'k key. Ko'k kalit, ana padlock key. Buni mana shu yoqqa tashlab qo'yamiz, chunki bu bizga kerak emas edi. Endi kerak emas narsaga harakat qilgan bo'lsak ham mayli, ichida nima borligini bilib oldik. Save kaliti. Umid qilamanki, save'da menga kerakli bo'lgan narsa bor. O, ana kabinetki yaxshi. Kabinet kaliti qo'li kelyapti. Ko'nglim sezadi do'stlar, hozir tushadi menga. Ana aytdim-ku do'stlar, holat tushadi deb. Ana endi tepaga chiqib kabinetni ochib olamiz. Xo'p, qani? O mana. Yaxshi, hozir bizga aynan mana shu kerak. Yo'qmi hech kim? Xo'sh. Sekin aylanib borishda davom etamiz. Qani? Xola bilan tog'a ekan, qochdik do'stlar. Hozir 4-kun. Qochmasak bo'lmaydi. Tog'a, qoch, pastga tush. Voy, anay nimaga otib oldi akalar, shotganda. Mayli necha do'stlar, ziyoni yo'q. 5-kun akalar, Zelesday, yana Zelesday. Ozgina qoldi, do'stlar ketishimizga ozgina qoldi. Zelesday, mana o'lishimizga ham, ketishimizga ham ozgina qoldi. Mabodo hozir xola bilan tog'a yana bir marta ushasa, unda o'lamiz. Bo'lmasa, akalar qochib ketishimiz mumkin katta ehtimol bilan. Bilasizlar, men qochmaguncha to'xtamayman. Lekin xola bilan tog'a ham meni o'ldirmaguncha to'xtamaydi. Atrofga yaxshilab qaraymiz. O, yana kelishyapti mana. Yana kelishmoqda. Tog'a ham keladi hozir. Xudoyim, qa ketaman endi. Mayli, ketdik akalar, nima bo'ldi? Ketdik do'stlar. Tog'a chiqib olmasa bo'ldi ro'paradan. Tog'a. O, mana tog'a tepaga ketyapti, yaxshi. Yaxshi akalar tepaga ketyapti, lekin xola ham kelyapti pastdan. Hozir o'rtaga voy. Mayli, necho. Hozir xola tepaga chiqadi. Pastga tusha olmaydi xola bu yoqqa. Lekin biz tepaga chiqib tezroq ana unga urib olishimiz kerak. Tog'a, qoch, pastga tush. Otadi hozir tog'a. Voy xudoyim, akalar, qiziq bo'lyapti. Qoch. Hozir o'lamiz akalar, qochmasak. Grandpani qo'lida shotgun bor. U shotgun oldin meni qo'limda edi. Zelesdaydan keyin endi uni qo'lida. Analar Grandpani. Qo'lga tushganimdan keyin analari. Xo'p. Xola, ataydiganingizni tashab keting tez. Bu stol to'g'rilab ketdi xolos. Mayli, yaxshi. Hozir ana unga urishim bilan yana keladi. Kabinetning ichiga mana uni to'q olishimga yana keladi do'stlar. Ana yaxshi aytdim u kelishadi deb. Sezadi, bular ani chiqyapti xola ham. Eshitdi. Mana shuni ichiga bekinamiz va kutamiz. Berkinamiz. Tog'a kelyapti ekan birinchi. Tog'a ham eshitgan akalar, ko'ryapsizlarmi? Tog'ani kar deymiz. Mana shuna kerakli vaqtda rosa eshitadi tog'a ham. Eshitayotganda eshitadi. Biz ana harakatimiz tovushni eshitadi. Bo'lmasam xoladan eshitayotganda eshitadi. Xotinidan hamrohi. Hozir mana shularni tok bilan ta'minlab chiqaylik. Yaxshi, bitta. Yana bitta. Ana endi yana bitta. Qolmabdi, mayli necho. Yana pastga tushamiz shekilli. Hop.
kim kelmayaptimi? Cho'ta akalar kelsa biz o'lamiz. Katta ehtimol bilan qochishimiz 20% bu yerda. Bu hozirgi holatimizda qocha olishimiz deganim. 20% ga teng. Hop. Hop, yaxshi, yana bir marta urib olamiz ekan, yaxshi. Yo'q chiqib ketdik. Bo'ldi, yana eshitishadi. Yana kelishyapti. Hozir yo'lda ular. Ketdik, qochdik. Tez. Kelishmayaptimi? Yo'q, ko'rinishmadi. Menimcha ana shu biz nima qilgan ovoz tovush chiqqan tarafga borishadi xolos. Endi mana bu tarafga ikkita uramiz. Bitta. Yana bitta, yaxshi. Bo'ldimi? Uchtasi bo'lmadi-yu. Buni ustiga tashlaymizmi yo? Mana uni ustiga qo'yamizmi? Yo'q, bu emas. Xo'sh. Bizga yana nimadir kerak menimcha do'stlar. Yo'q. Hozir tayyor emas robotimiz. Hozir do'stlar jichcha o'ylaylik-da. Nima qilsak bo'ladi? Hozir. Arbaletni olib chiqamiz. Tepada nimadir bo'lishi mumkin. Ana u joyda nimadir bo'lishi mumkin. Buni tashlaymiz bu yoqqa. Hozir xolamiz keladi. Xolajonimiz keladi va bizdan xabar oladi. Ash xola kelgandan foydalanib biz pastga tushib qochib ketamiz. Endi tog'ani nima qilasiz sizlar akalar? Tog'ani endi bilmadim akalar. Yaxshi, tavakkalga qochdik bu yog'iga. Grantpa yo'q, atrofda Grantpa ko'rinmayapti. Lekin biz mana uni tagiga birinchi bekinamiz. Ha xola. Xola shunchaki o'ylaydi, stol tutilib ketgan deb o'ylaydi. Bu yoqqa kirib ketganimizni ko'rgan taqdirda ham xola kira olmaydi. Analog'i hech narsa qila olmaydi. Yaxshi. Grantpa chiqib olmasa bo'ldi. Yaxshi oldik. Hech kim yo'q. Tepaga qocha olamizmi? Qocha olamiz. Imkoniyatimiz bor. Ha, qochdik. Grantpami yo'q, xolamiz shu yerdan chiqib qolsa bormi? Lekin omma do'stlar, bitta imkoniyatimiz bor mana shu yerni yopish uchun. Ana yopdik, yaxshi. Hop, hozir kimdir keladi. Ko'nglim sezib turibdi buni. O, mana nima bor ekan. Bu esimda ham yo'q do'stlar meni. Voy, malades. Ajoyib va qoyil maqom. Esimizdan chiqqan bu. Qo'shni esimizdan chiqqan bu narsa. Mana xolani uxlatib oldik. Endi bizga mana shu narsa kerak bo'ladi. Buni olib tushunmadim baribir. Buni olib endi nimaga tiqamiz? Mana bu yerga tiqamiz do'stlar. Shuni tiqamiz. Bosamiz. Yaxshi. Power no deb qo'yibdi. O, ana endi. Mana endi kuchlanish kelyapti. Xo'sh, demak do'stlar, menimcha endi qochsak bo'ladi. Mana qochib ham oldik. Qani Titan TV men mahoratingni ko'rsa. Yaxshi. Xo'sh, demak do'stlar, bugungi videorolikimiz mana shulardan iborat edi. Granny Legacy haqidagi videorolikimiz. Albatta videorolikimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar va video haqida, o'yin haqida o'z fikringizni kommentariya yozib qoldiring. Yana bir bor The Last Day'da qochishga muvaffaq bo'ldik. E'tiboringiz uchun katta rahmat.